Biz agar bolaligimiz haqida fikr yuritadigan bo'lsak, eng birinchi xotiramizga keladigan tuyg'ular, bir yaxshi fazilatlar shu bo'ladiki, keksalarimiz, bobo momolarimiz, ota-onalarimiz bizni hamisha tabiatni sevishga, o'sha suvni, o'sha toza havoni qadrlashni, saranjom sarishta bo'lishni, tejamkor bo'lishni o'rgatib tarbiyalashgan. Masalan, meni momomning suvni to'kma, shamolimni so'kma degan, suvni bir tejab ishlatinglar, suv borki hayot bor degan gaplari hali hanuz esimdan chiqmaydi. Bugun mana hayotimiz deylik 50 yoshdan oshib atrofga qarab, o'sha qadimdan o'sha uyda o'tirgan momolarimiz, bobolarimiz ogohlantirgan o'sha muammolar, o'sha suvni tejash haqidagi ogohlantirishlar qanchalik hayotiy ekanligini bugun ko'rib turibmiz. Chunki bugun butun dunyo o'sha qaqrab turib o'sha suvsizlikning jabrini tortyapti. Bugun o'sha global isish deymiz, o'sha qorlarda erib ketaverishi deymiz, yog'ingarchilikda kamayib ketayotgani deymiz. Bularda hammasi turli ekologik muammolarni keltirib chiqaryapti. O'sha ekin-tikinlar rivojiga, barakasiga ta'sir qilyapti va albatta odamlarning hayotiga ham o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatyapti. Bu esa har birimizdan suvni tejashni, suvni qadriga yetishni, suvni isrof qilmaslikni talab qiladi. Biz shu paytgacha bir suv tekin degan iborani ishlatib kelganmiz. Bugun qarayapmizki, suv tekin emas, suv nihoyatda qimmat, suv nihoyatda o'sha bebaho bir ne'mat ekanligini, suv hayot deyishni o'zi bugun kam. Chunki suvning o'zi hayot. Suvni biz hayot manbai deb kelganmiz, lekin bugun ko'ryapmizki, suvning o'zi hayot. Qayerdagi o'sha suv mo'l bo'lsa, o'sha joyda yashil olam bor. Qayerdagi suv bo'lsa, o'sha joyda sog'lik bor, omonlik bor, go'zal hayot bor. Shuning uchun ham o'sha hadis shariflarda ham yenglar, ichinglar, ammo isrof qilmanglar deydi. Bizning eng ko'p ishlatadiganimiz suv. Agarki mana shu suvni ishlatishda biz uni bir tejashga e'tibor qilsak, uni bir qadrlashga e'tibor qilsak, albatta har bir yaxshilikning bir javobi qaytgani kabi bu narsa ham bizga Xudodan, tabiatdan qaytadi va albatta suvga bo'lgan o'sha ehtiyojlarimiz o'z me'yorida qonishiga olib keladi. Lekin bugun o'sha isrof davom etaversa, bugun bizda bir tushunchasizlik bilan tabiatga bo'layotgan bir johilona munosabatimiz davom etaversa, bu bugun butun dunyoda ko'rib turganimiz kabi turli qurg'oqchilik kabi hodisalarga olib kelyapti. Suvsizlikdan butun bir xalqlar, butun bir davlatlar qiynalyapti. Mana shunday bir salbiy oqibatlarga olib kelishi tabiiy. Chunki o'zi yer yuzidagi mavjud suvning bor yo'g'i 3% chuchuk suv deydi. Bizda butun yer yuzimizda suv o'rab turadigan bo'lsa, buni qarangki, shuning 3% ganasi chuchuk suv, ya'ni ichishga yaroqli suv hisoblanar ekan. Mana shu haqiqatni, mana shu fakt va raqamni o'zi ham bizda suvga bo'lgan munosabatimizda o'zgartirishni talab qiladi. Albatta bu kabi qadriyatlarimiz eng avvalo oiladan boshlanishi kerak. O'sha ta'lim muassasalaridan kichkintoy o'quvchilarimiz, bolalarimizda ongiga, ruhiyatiga o'sha ona tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish kabi bir qadriyatlarni, tuyg'ularni singdirib borishimiz kerak. Qayerdagi o'sha tejamkorlik bo'lsa, qayerdagi o'sha isrof bo'lmaydigan bo'lsa, albatta o'sha joyda baraka bo'ladi va albatta o'sha suv bilan bog'liq muammolarimiz ham yechim topadi.